Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İmam Buxari rahmatullah aleyhinin El-Adabul Mufrad namlı hadis kitabı. Bugün oquyduğumuz ilgili derslerinin devamı 99. hadis. Abi Osman'dan rivayet qılındı ki, Ömer radhiyallahu anhu ma'lum bir kişini işletdi. Bu kişi şunday dedi ki, mening mundaq farzandlarim bor dedi. Ve ulardan hech qaysi birini suyup baxmadim. فزعم عمر أو قال عمر راوي دكي شك عمر مندى dedi. إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. Hakikaten Allah Azze ve Celle bendelerden en yaxşı kişilerge rahim kılıdı. Bu hadis mi ilgirki babladı ki Men la yarham la yurham. Kimki rahim şefkat qılmaydı iken, insanlarga rahim şefkat qılmaydı iken Allah Taala onun rahim qılmaydı, rahim qılınmaydı degan şu mazmundagi babning içidagi bir hadis. Yani Allah Azze ve Celle bendelerinden yaxşı, başqalarga ihsan qıladigan, yaxşılık qıladigan kişilerge rahim qılıdı. Allah Taala muhsin kişiler bilan birge, ularni yaxşı görüdü. Bu yerda yana bir narsani qistirib o'tsam, İbrahim alayhissalom nihoyatda chekkuchi, Avvahun halimun. Nihoyatda mehribon, ko'ngil, bag'ri yumshoq deb sifatlangan Qur'on Karimda. Hatta İbrahim alayhissalom Allah Taala farishtalarni Lut qavmini, Lut alayhissalomning qavmini jazolash uchun ularningki kufri sababidan, jinoyatlar tufaylidan ularni jazolash uchun avatgan vaqtida hatta Allah Taala bilan mushu kafir qavm to'g'risida ham munozir qilgan. Ya'ni ularga ich og'ritgan. Ammo İbrahim alayhissalom shunda mehribon, shunda ko'ngil bo'lishi qarmay o'zining dinini qo'g'dash uchun dadisini va o'zining qavm qarindoshlarini va yurtini tashlab hijrat qilib chiqib ketgan. Yani dadısıdan ve qarindoshlaridan qavmidan butparastlardan ada-juda bo'lib, ularga ich og'ritmasdan bu chaqda hijrat qilib o'zining dinini qo'g'dash uchun, Alloh taolaning dinini yeyish uchun hijrat qilib chiqib ketgan. Ya'ni mehribonlikni islom dini tashabbus qiladi. Ko'ngillikni, boshqalarga ich og'ritishni, rahim shafqat qilishni islom dini tashabbus qiladigan bir din. Ammo mehribonlikning o'zining o'rni bo'ladi. Mehribonlik qiladigan, ko'ngillik qiladigan joylar bo'ladi, ko'ngillik qilish kerak. Ammo 54-bab babun ar-rahmatu mi'at juz'in. Rahmat 100 parça. Yani İmam Buxari bu babda Allah Azze ve Celle rahm şefqatni 100 parça qilgan ve onun 99% öz huzurda ep qilib, bir parçasini ziminga, insanlar arasıga, jinlar, hayvanotlar arasıga tushirgan demakchi. Endi bu babni keltirishga maqsad nima deganda, ilgirki babda İmam Buxari rahmatullohi alayh farzandlarni ota-onalar vafodorlik qilishi haqidagi hadislarni keltirib, haqidan ota-onalarning farzandlarga mehribonlik qilish kerakligi hamda ota-onalarning farzandlarga nihoyat mehribonlik qilganligi haqidagi hadislarni keltirgan. Ota-onalar qancha farzandlarga mehribonlik qilib, kuyinib, ularningki o'tida kuyib suydi, aqib mehr shafqatli qilgan taqdirda ham baribir mayli dunyolik jihat bo'lsin yoki oxiratlik jihat bo'lsin, ma'lum bir jihatlardan farzandlarimizga zulm qilib qo'yadigan ahvollar bo'ladi. Qanchalagan farzandlar borki, ota-onam menga zulm qildi, meni urdi, tillaydi yoki o'qitmaydi yoki har xil qaqshashlarni anglaymiz. Qaqshamagan taqdirdami, baribir u 100 parça mehr shafqatning 99'i Allohning huzurida bo'lganligi uchun baribir inson yana naqis butunlay mehr shafqat qilib, onunğa haq huquqlarini top-to'liq berib qoplamaydi. Demakchi, yana Allah Taala o'zining bandalariga mehr shafqat qilishda, rahim qilishda, ota-onalar farzandlariga mehribonlik qilishdan bakroq Allah Taala bandalariga nihoyat bek mehribon, Allah'lam bandalariga haqiqiy mehribonlik qiluvchi, komil mehribonlik qiluvchi, shafqat qiluvchi demakchi. Endi rahmat haqida Allah Taala 100 rahmat, yani rahmatni 100 parcha qilib yaratdi deganda
Rahm, shafqat, rahmat bu Alloh taolaning asli, Allohning sifati. Alloh Rahman, Rahim bo'lgan zot. Allohning o'zining sifati. Ammo nima uchun rahmatni yaratdi degan vaqtida Ibnul Qayyim rahmatulloh alayh rahmatni hem Allah'ның özünün sifati, zati sifati buludu, hem şundaqla yaratqan rahmat buldu degenge. Hem de bu nim degen gap degende, mesela bir kishi bir narsa yozgan bo'lsa yoki bir rasm chizgan bo'lsa yoki bir kitob yozgan bo'lsa, biz u kishiningki chizgan rasmini, yozgan narsasini va yozgan kitobini ko'rgandan keyin u kishiningki shu ishni qilishga qodir ekanligi, uning qanchalik saviyasi, qanchalik iqtidorining borligi, qanchalik bilimining borligini bilib olamiz. Ya'ni u shu narsalar biz ko'rgan, o'qigan narsalar, shu narsalarni yozgan, chizgan, yozgan odamlarningki qobiliyatini biz ko'rsatgan ta'sir. Ya'ni Alloh taolaning yaratgan mushu rahmat, Alloh taolaninki rahim shafqatlik zotdan iborat mushu sifatiningki ta'siri. Masalan, Alloh taolo yomg'irni rahmatim degan, jannatni rahmatim degan. Mushularning hammasi insonlar o'rtasidagi mehr muhabbat bo'lsin, hammasi Alloh taolaninki rahmatining bir ta'siri, biz ko'rayotgan, his qilayotgan bir ta'sirdan iborat. 100-hadisda Alloh taolo rahmatni 100 parcha qildi va o'zining huzurida 99ni tutib qoldi. Ve ziminga u 100 parça rahmetin bir parçanı düşürdü. Aşu bir parça rahmet tüpeylidin məxluqatla özara bir-birisiga rahim şəfqat qılıdı. Hatta ki at özününki putini, tuyuqini balısıga dəstəp silişdən ənsirəb, qoqup özünün balısıdan götürdü. Hatta hayvanatlar mı bu şunda özünün pərzəntiga muşu bir parça rahmet tüpeylidin özünün pərzəntlərə rəhim şəfqət qılıdı, dəstəb etməydi, qoğudaydı. Biz görüyotgan muşu mehr muhabbət, rəhim şəfqət bu dünyada muşunda bolsa, axirətə ep qalğan 99 parça rəhmət, Allah'ın yaratqan rəhməti o çağda qandaq bolmaqçı. Yəni Allah Taala özü rəhim şəfqətlik, özü Rahman, Rahim deyə sifətlənən, özünün sifəti bolğan o zat bu Allah'ın rahmetiningki ta'siri bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaninki biz uning qanchalik rahim shafqatlik zot ekanligini, bu 100 parcha rahmatdan necha million, necha milliard hatta tasvirlab bo'lg'isiz rahim shafqatlik zot ekanligini biz hargizmi tasavvur qilib bo'lmaymiz. Alloh taolo yaratgan bu rahmat faqat shu Alloh taolaninki rahim qiladigan, rahim shafqatlik zot ekanligining bir ta'siridan iborat. Alloh taolo 100 jannatni yaratdi, ya'ni jannatni 100 daraja qilib yaratdi. Jannatning darajalari hadislarda kelgandek bir jannat bilan yana bir jannatningki darajasi osmon zimindek farqlanadi deb kelgan. Alloh taolo muhsinlarga shularning qilgan ihsonining darajasi, ihsonining o'xshamasligi asosan Alloh taolo muhsin, muttaqi bandalarga oxiratda beradigan jannatning darajalarimi o'xshamaydi. Bu dunyoda yaxshiligi, taqvoligi qanchaki ko'p bo'lgan kishilarga beriladigan jannat shuncha yuqori, darajasimi shuncha ustun bo'ladi. Erişidiganlarımı Allah Taala tarafından erişidigan rahmet bo'lgan, Allah'ның rahmetining ta'siri bo'lgan jannatning darajasimi ham o'xshamaydi. 55-bab qo'shniga yaxshilik qilish haqida. İmam Buxoriy rahmatulloh alayh qandaq bir babni keltirsa, cho'qim bir maqsadi bo'lgan. Ya'ni ilgirki bablarda ota-onaga yaxshilik qilish ve ata-ana farzandlariga yaxshilik qilish haqidagi bablarni va shu vaqtga hadislarni keltirgan. Aqidillah qo'shniga yaxshilik qilish haqida keltirishi qo'shningmi shunda haqlari ko'p. Qo'shningmi xuddi ota-onaga yaxshilik qilgandek, ota-ona balanga yaxshilik qilgandek, shunda yaxshilik qilishing kerak, huquqlariga rioya qilishing kerak demoqchi. Hamda bu yerda qo'shni degan vaqtida am bir mazmun ko'rsatdi. Mayli u qo'shna musulmon bo'lsin yoki kafir bo'lsin va yoki
urug' tuqqanlar bo'lsin, o'xshash am ma'nidagi qo'shni. Agar qo'shni musulmon bo'lmay kafirlar bo'lib qolsa, u chaqda qo'shnining qo'shnidochilikdan iborat haqqi bo'ladi. Agar u qo'shni musulmon qo'shni bo'lsa, u chaqda ham qo'shnidochilik haqqi, ham musulmondochilik haqqi bo'ladi. Agar u qo'shni yaqin urug' tuqqanlar bo'lib qolsa, ham musulmon bo'lsa, u chaqda 3 haqqi bo'ldi. Qo'shni haqqi, urug' tuqqandochilik haqqi va musulmondochilik haqqi. 101 hadis Aysha radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Jibril alayhissalom menga qo'shni haqida vasiyat qilaverib, ya'ni tavsiya qilaverib, men hattoki qo'shnini mirosxo'r qilib qo'ydigan o'xshaydi deb shunday o'ylab qoldim. Ya'ni Jibril alayhissalom Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'shniga yaxshilik qilish haqida ko'p nasihat qilgan, ko'p tavsiya qilgan. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shnining haqqi nima degan cho'ng, mushundaq vasiyat qilaverib, qo'shning sening mirosxo'ring deb, mushunda mirosxo'r qilib yetamu deb o'ylab qolgan. Ya'ni qo'shni xuddi ota-ona balasining mirosxo'ri, bola ota-onasining mirosxo'ri bo'lgandek, shunda yaqin urug' tuqqandek bo'lib ketamu, shu darajada bo'lib ketamu demoqchi. Shuning uchun Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu babni keltirish orqali qo'shnining haqqini cho'ng bo'lganligi uchun xuddi ota-onaga yaxshilik qilgandek, ota-ona bolalariga yaxshilik qilgandek, huquqlarga rioya qilib qo'shniga yaxshilik qilgan demoqchi. 56 bab qo'shnining haqqi. Qo'shniga yaxshilik qilish kerak deb bab keltirgandan keyin qo'shnining haqlari qaysilar? Qo'shnining ustidagi haqqi qaysi demoqchi. Ya'ni qaysi ishlarga rioya qilish kerak? 103 hadis. Miqdad ibn al-Aswad mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalardan zina to'g'riliq so'radi. Sahobalar deyishdiki, zina haromdir dedi. Alloh taolo va uning payg'ambari u zinani harom qilgan haromdir dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dediki, bir kishining 10 ayol bilan, 10 yot ayol bilan, ya'ni zina qilishi uningga nisbatan o'zining qo'shnisining ayoli bilan zina qilishidan yengilroq. Ya'ni uning jazosi 10 ayol bilan zina qilganning jazosi o'zining qo'shnisining ayoli bilan zina qilgandan sal yengilroq bo'ladi. Ya'ni hammasi o'xshashlar harom. Hammasining gunohi og'ir, jazosi og'ir. Ammo o'ziningki qo'shnisining ayoli bilan zina qilish yot 10 dona ayol bilan zina qilgandan og'ir demoqchi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan o'g'irlik so'radi. Sahobalar u haromdir, ya'ni o'g'irlik harom. Alloh taolo va uning payg'ambari o'g'irlikni harom qilgan deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dediki, 10 uydan o'g'irlik qilish uningga o'zining qo'shnisining uydan o'g'irlik qilgandan yengilroq. Ya'ni qo'shnisining uydan bir narsa o'g'irlaganlik boshqa 10 dona uydan bir narsa o'g'irlagandan jazosi og'ir demoqchi. Nima uchun deganda qo'shnining haqqi bo'libmi yaqin qo'shnining haqqi nihoyat cho'ng bo'ldi. 5-nji kun tushgan vaqtida sening dastlab izlaydiganing o'zingning qo'shnisi bo'ladi. Normal ahvolda kirib chiqish qilsa, boshqalarmi bu qo'shnisining uyiga kiryotdi, qo'shnisining uyiga kirib ketdi deb gumon qilmaydi. Gumonda jiroq bo'ladi. Qo'shnamu san ishinidi. Shuning uchun buningki jazosini og'ir demoqchi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.